Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun yana diydorlashdik. Men riyosatchi do'stinglar Nazgul Tursunjon. Shu topda dehqonlar bo'layotgani Xinjiang Saba madaniyat tarqitish cheklanish shirkati ishlagan Xinjiang Qaydo yemaklik cheklanish shirkati tajdorligini olgan Saba kuyi programmasi. Bugungi sahnamizda o'zining umoq qiz qatorliq naqshlari bilan har millat do'stlarning qalbiga yoqqan, ya'ni yosh naqshchi Qahar Niyoz apandim bo'ldi. Qarshi olamiz. Qani salom yo'llatsangiz. Salom ekran oldidagi barcha azizlar shundaqla shu naq maydonda barcha ko'rman do'stlar. Menki Qahar Niyozning hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Rahmat. Demak, sabaki programmamizni sizmi yoqtirib ko'rayotgan bir ko'rurman. Shundaqmi? To'g'ri. Sizcha qandayroq bo'lyapti? Meningcha sabakuyninki ko'rilishi nihoyat yaxshi. Yani şundaqla hem ixcham, ataqlıq ustozlarning hem şundaqla kasbdosh do'stlarningki yangi ijodiyatlarini xalqimizga, xalq oramizdagi kasbdosh do'stlarga ham barcha do'stlarga sunishga nihoyat bir qolaylik bir sahna bo'libdi. Shunga Saba kuy sahnasi biz uchun ijodiyatchilar uchun nihoyat bir yaxshi bir sahna bo'libdi. Davomli mush sahnada barcha naqshchilarimizning, kuychilarimizning yangi ijodiyatlarini tarqitib turishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Demak, endi shular qatorida albatta sizmi borda? Men bor. Undaqda bayatın degandek umoq qiz degan naqshingiz bo'lsin, ham shunga o'xshash nurg'un naqshlarni aytib kelyapsiz. Hozir hamda o'zingiz nima kasb bilan shug'ullanyapsiz? Burun biz hamda klublarda, oddiy vaqtlarda naqsh aytib kelgan. Undan keyin bizniki asosda taraqqiy qilishimiz bilan restoranlarda, ya'ni shundaqla boshqa undan boshqa program sahnalarida naqsh o'rindash va shundaqla shu musiqa chalish ishlar bilan nihoyat ko'p fursatlarga ega bo'ldik. Endi shu fursatda bizning sahnalarga olib chiqqan ancha-muncha kuylarimiz bilan birga biz yana keyin davomli tirishib shu o'z oldimizga bir musiqa atrit qilib olsak qanday bo'lar deganni xayol qilib endi bek cho'ng qilamizmi hozircha. Oddiy bir musiqa atrit qilib shu kasb bilan shug'ullanyapmiz. Nihoyat yaxshi bo'pti deymizmi? Endi hozir shundaq ko'pning kuchi ko'p bo'ladi, hamkorlik bilan muvaffaqiyat. To'g'ri. Ham yaxshi bizga yo'l ochadi ekan. Shunlashqa har biringlarning o'zinglarga kuchlik olaydiganlar bor. Bir yig'ilgandan keyin bu bir atrat ham ko'pchilik uchun atrof mulozimat qilib bo'ldi-da. Nihoyat yaxshi bo'pti. Undaqda mushkul ehtiyoj bor do'stlar, mush Qahar Niyozni izlasanlar bo'ldi ekan-a. To'g'ri. Amsa bugungi sahnamizga olib kelgan kuyingizning ismini anglaylik. Bugun Sabakuy sahnasiga olib kelgan naqsham bo'lsa, Yanchiqum. Yanchiqingiz yaxshi turyapti. Kuyning ismini dangdayman. Yanchiqum nomli naqsha. Naqshining ismi Yanchiqummi? Yanchiqum. Men bundan mayli kichik bola aytgan qo'nchug'im degan naqshlarni anglab boqqan. Lekin men Yanchiqum degan naqsh anglab boqmadim. Bu Yanchiqingiz bu bir boshqacha bir tema ekan-a. Bu nima ta'sirlandi? Buningda hamda nima ta'sirlandi deganda, bu naqshida alayda bir nima yo'q. Buningda tekst asosan nima degan chaqda yomon chaqda qurib qolding, tiyin yo'q, oldida bir hajlaysam keyin yo'q deb bir ba'zi bir do'stlar ara yanchiqda bo'lsa men yaxshi bo'lmay qolib qolsa men askiy edimmi chet qoldim deganda bir xil biza og'rinish bo'lgan bu naqshda. Shu demak ansimish og'rinishlarning sababi shu yanchiqqa bog'liq bo'lib qoldi-da. Tushundim. Undaqda bu naqsha zodi qanday naqsha birlikda anglab boqaylik. Marhamat. Bo'ladi. Yaman çağda kurup kettin tiyin yok. Aldı da bak haclay desem kim yok. Şirnesi yok, tavaktı mı çivin yok. Yakşı yarga yaman kıldın yancuğum.
nege barsam hürmet bilen izzetim aşar iken sen bilallah kıymetim beni acep harlap koydun yancığım aşar iken sen bilallah kıymetim beni acep harlap koydun yancığım senden sizge aylanışka az kalgan tatlıkımda yevet keli tas kalgan üzüm yemey şularını dep aç kalgan yüzsüzlükni kılıp koydun yancığım ey üzüm yemey şularını dep aç kalgan yüzsüzlükni kılıp koydun yancığım mening pulum hisobı yok bekar pul ağinemge surun gıla çaka pul yarının puli ismi isil minnet pul yaman çağda kurup kettin yancımım yarının puli ismi isil minnet pul yaman çağda kurup kettin yancığım beni acep harlap koydun yancığım ey yaxshi dostqa yaman qilding yancığım ey yüzsüzlükni qilib qo'yding yancığım Qadrli do'stlar, demak, mana shu sabah kuyi sahnamizda xilma-xil ijodiyatlar dehqonlarda bo'lyotdi. Bugungi ijodiyatda Yanchiqum nomidagi bir naqsha dehqonlarda bo'ldi. Balkim do'stlarmi o'ziniki tushunishi bo'yicha bu naqshini singdirib oldi deb o'yladim. Undaqda Qahar Niyaz apandi, bugungi shu sahnamizga kelib siz hayajonlangansiz? Bu hayajonlanishmadan aytdi. Til bilan ifodalayamayotgansiz. Çok uygu saldı. Madak muhabbetlik nakşlarını yüreklerimizni tutup ifadaleydi ekanmiz. Usulluq nakşlarda ancımız şoqlab ifadaleydi ekanmiz. Bu yançıqım diye yançık kolda tıqılağım olmaydı ekan. Yançıqpa çapan kiyipsiz şuna ifadelayapsiz buni. Şunaqa endi bu nakşidagi harakatni ifodalash menga sal tez to'xtadi. Demak, men sakinda harakat qilish, mo naqshni o'rindashda bek muhim o'rin turibdi emas, buni men siqib batdim. Ras. Endi menda biz ozroq e'lon kirgizmasak bo'lmaydi. Chunki bizniki shu sabaqi programmamizni xilma-xil shirkatlar o'ziniki eng yaxshi mahsulotlar bilan qo'llab kelyotdi ham bizga har vaqt o'ziniki qo'llaydiganligini ifodalab keldi. Endi Qaydoning mahsulotlarini sizga deymsam, siz doim ishlatasiz. Voy, bizning uyda Qaydoning mahsulotlari to'liq. Bak ishlatamsizlar. Mao mana Qaydoniki qizilmush qiyomi deydi. Men qizilmush qiyomi degan gapni o'qib bo'g'ichi bunday bir xil sansan bo'ldi ekan. Demak, endi shu lazijang deymiz. Ba'zi vaqtlarda shu qo'saq ichib ketganda tomoq topolmay qolsak, nonni shu lazijang bilan minapli yeb oladiq. Balki hozir bolalar unda yemamdiki deymi. Yeydigan narsa pek chiqib bo'lgan-ku. Bizning uyda mana shu Qaydoning pomidorjag'iga qaraq shiyati. Pomidorjag'iga chiqib, siz laqmalarni qizartib, rangli tomoq yeyishni ko'rgansizda. Bu da men lazijangda mazraq sevdim. Buni salamiz. Demak, ham shundaq o'ziniki Allah sifatida ham har millat xalqiga yoqqan, xilma-xil mahsulotlar bilan yo'l tepayotgan, yo'l ichib ilgirlayotgan Qaydo shirkatining bunday ishlarining texmi yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Qadrli do'stlar, demak, sabah kuyimizda mana shundaq chiroyli naqshlar,
yaxshi temalar, yaxshi hikoyalar, yaxshi mahsulotlar sizlarning dehqonlar bo'layotidi. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, ham bahilab qo'yishinglarni yana bir qatim tavsiya qilaman. Atki kuyimiz texmi chiroyli. Atki ya'ni Şinjan Sabah Madaniyat Taxti Chekish shirkati ishlagan Şinjan Qaydo Yemaklik Chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmamizga yangi kuy orqali didorlashaylik. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.